vaqtning qanday qismlarga bo'linishini va hafta kunlari haqida o'rganib olamiz. Mana bu soat. Soatning ko'rsatkichlari bor. Uzun va qisqa. Bilasizmi? Har bir ko'rsatkich vaqtning bir qismini o'lchaydi. Kichkina ko'rsatkich soatni ko'rsatadi. Misol uchun, hozir 3 ni ko'rsatmoqda. Demak, soat 3 bo'ldi. Har safar kichkina ko'rsatkich bitta raqamga surilganda 1 soat o'tgan bo'ladi. Uzun ko'rsatkich esa daqiqalarni sanaydi. Bir marta to'liq aylanib chiqsa, 1 daqiqa o'tgan bo'ladi. 60 marta aylanganda esa 1 soat o'tgan bo'ladi. Demak, 1 soat 60 daqiqadan iborat. Har safar 60 daqiqa tugagach, yangi soat boshlanadi. Endi sutkaga keldik. 24 soat o'tganda 1 sutka o'tgan bo'ladi. Sutka davomida ertalab quyosh chiqadi. Tush vaqtida esa quyosh tepada, kechasi esa dam olish vaqti. Sutka har kuni yangilanadi. Har 24 soatda yangi sutka, ya'ni yangi kun boshlanadi. 7 sutka o'tganda esa 1 hafta o'tgan hisoblanadi. Har haftada 7 ta kun bor va bu kunlarning nomi ham bor. Har bir hafta boshlanganda yangi haftaning birinchi kuni dushanba, so'ngra seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba va yakshanba. Har hafta qayta tugab, yana boshlanadi. Shunday qilib, vaqt nafaqat soat va daqiqalardan, balki butun sutka va hafta kunlardan ham iborat. Bu juda qiziqarli, to'g'rimi? Tabiiy fanlar bilan o'qish va o'sishda davom eting.